Turkiyada dahshatli bo'ron kuzatildi. Istanbul so'nggi yillarda kuzatilgan eng kuchli bo'ronlardan biriga duch keldi. Juda kuchli shamol va yomg'ir shahar hayotiga qattiq ta'sir qildi. Dengizda katta to'lqinlar paydo bo'lib, kemalar qatnoviga ham jiddiy muammolar tug'dirdi. Bu bo'ron g'arbiy Turkiyaning boshqa hududlariga ham ta'sir qilmoqda. Tarmoqlarda shamol tomlarini uchirib tashlagani, kemalarni tebratgani, yuk mashinalarini ag'darib tashlagani va samolyotlarning qo'nishiga to'sqinlik qilgani aks etgan videolar tarqaldi.